Hammaga salom. Chaqmoq qilishni o'rgataman bugun Minecraftda. Hozir cheatni ochamiz. Do'stlar, mana buni o'samiz. Va athar o'qib bo'ldim. Va athar. Qani? Buni yozamiz. Eslab qo'yingmi? Athar yozdik. Endi esa mana bu yerda chaqmoq turibdi. Thunder. Hozir chaqmoq mana do'stlar. Qani chaqmoq? Ha, bitta urar ekan. Do'stlar, hozir endi qaytib quyosh qilamiz. Clear. Ana. Quyosh berdi. Sizlarga o'zgartirish yana bir sir bor. Time'ni bossalar, любой o'zgartirsalar bo'ladi. Sizlar hozir qanaqa qilaman? Miknikat. Ana. Hozir ko'zlar oldingizlarda kun qilib boraman. Ana. Do'stlar, bu yerda futbol maydoni ham bor. O'zim qurganman. Bizlar futbol o'ynashyapti hozir. Futbolchilar qayerda qoldi? Voy, mana Barsa ketmabdi. Messi. U zombi sheri qanday chiqdi u? Mana bu yerda maxluqotni qurganman. Mana maxluqot. Kuyza qisel maxluqotdan daxluqot degan daxluqot. Esa kattalashtirilgan mana. Sizlar ham qursalar bo'lar shunlarni. Cheat yozishni ham bildim. Do'stlar, qarang. Endi men hozir qarab turinglar. Hozir survivalga o'tishni o'rgataman. Game modi yozasizlar, seni bosib yurasizlar. Ana ko'rizdan survivalga o'tdim mana. Uchib o'yapman, ko'rizdan uchmayapman, sakrab bilyapman. Mana bu yerda ham mana do'stlar. Mana narsalarni aniq qarang. Hozir kreativga o'tamiz. Endi uchsam bo'ladi. Mana. Ikkita futbol maydon. Sizlar ham shunday qilishingiz mumkin. Men mod orqali teleportatsiya qilib o'rsangiz ham bo'ladi. Shu joyga faqat joylashuvni bilmayman-da. Shuni teleportatsiya modim bilan do'stlar buni maps bu jildni o'rnatib olganman. Ushbu jildni shu videoga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar uchun yana bir narsa, любой xohlagan salom desa bo'ladi mana. Ko'rishdan uyalsa bo'ladi. Keyin esa mana ko'rsa bo'ladi. Va musht qilsa bo'ladi. Do'stlar, mana videoga unutib qo'ymanglar.